bobomning bobosi Jakuydan meros bo'lib qolgan. Yo'q, bu tekinga emas. Men buni pulga sotaman. Mayli, sotib olaman. Faqat yolg'on gapirmayapsizmi? Yo'q, gapim rost. Bu menga bobomning bobosi Jakuydan meros bo'lib qolgan. O'zim ham bir marta borib keldim, lekin bizdagilarga u joy bo'lmas ekan. Bomich bizni aldamadimikan? Ancha pul berdi unga. Dugonajon, agar aldamagan bo'lsa, o'tmishga qaytamiz. Sen xohlamasang ichma. Yo'q, sen bilan har qanday yerga ketishga tayyorman. Unda ichamiz. Voy, biz qayerdamiz? Anavi Bomich yolg'on gapirmabdi. Lili, bu yerdagi odamlar bosh chaqaryapti bizga. Ha, Dugonajon, bu tabiiy hol. Axir biz o'rtasidamiz. Voy, o'lmasam. Bu yarim yalang'och kelgindilar qayerdan keldi? Bular bu holda qishlog'imizda yurmasligi kerak. Kimsizlar? Bu yerlikka o'xshamaysizlar. Biz bu yerga shahzodani izlab keldik. Ularni qayerdan topsak bo'ladi? Shahzodani izlab kelganmish. Balki qirol bilan ham uchrashmoqchidirsiz. Xohlasangiz chaqirib kelaman. Hazrati oliyalari va shahzodamiz kelmoqdalar. Yo'l beringlar. Chetroqqa o'tinglar.